Sergeli Choshtepada betongang bo'yida joylashgan 9 etajli novostor ekan, 8-etajida grubo 50 kvadratli kvartira yangi remontdan chiqdi, emotsiya qo'yilgan. Arzon Avto kanalida 59.900 dollarga obzor qilib beramiz. Kadastrga, notariusga hujjatlari tayyor turibdi. Pod'ezd eshigimizda shunday kirganimizda uzun prikoshka, hamma xonalar alohida. Birinchi kirganimizda o'ng qo'lda oshxonasi, dvukotnerli kotelda isitiladi, gazda ovqat qilinadi, xolodilnigi bonusga tashlab ketilyapti. Bu tarafda bir go'ch razmerli balkoni, bu taraf to'g'rida yangi darxondomlari, mana betonga to'g'ri ketilsa, abusaqiga ketilinadi. Pedapni ustidagi 9 etajli domning 8-etajida. Bu tarafda mana o'ng qo'lda kattakon zali, bu yerda ham konditsioner tashlab ketilyapti, televizor, bu yerda gilamlari bor, u ham tashlab ketilyapti. Bu tarafda ota-onalar yotoqxonasi, havoylanishi juda yaxshi emotsiya qilib qo'yilgan, toza remontli. Sanojeli birgalikda alohida qilsalaringiz ham bo'ladi. Qo'shimcha rasxod evaziga bu steralkasi ham bonusga tashlab ketilyapti. Hovlisida mana zeleniy zonalari bor. Domimizning tashqi ko'rinishi, parkovkalari bemalol. Lokatsiyasi mana yangi Choshtepada, betongang bo'yida KFC bor. Bu tarafda Niyozmat ota masjidi va 2-metro bekati juda yaqin. Lokatsiyasi juda yaxshi joyda. Narxi 59.900 dollar, hujjatlari hammasi joyida, kadastr notariusga tayyor. Faqat naqdga sotiladi, ipoteka kreditlarga berilmaydi. Pastdan nomerga aloqa qilsalaringiz, ustida ozgina o'tib beradigan joylari bor.